do'stlarim sho'xligim afsus sendagi hurmatli ota-onalar, aziz o'quvchilar, ustozlar va mehmonlar. Ustozlarga ham uzoq umr tilayman. Mana shunday shogirdlarni e'zozidan hech qachon ayrilmasin. Ustozlarimiz hamisha sog' salomat bo'lsin, uzoq umr ko'rsin va hammamizga mana shunday shogirdlarni ustozlar, bitiruvchi farzandlarimiz, ota-onalar bir hayajonli hamma uchun hayajonli bir davr bu yani. Mana hozir eshitib 40 yil bo'lganmi, qaranglar, 40 yil bo'ldi mana shu maktabni ish boshlaganiga. Bu dargohda qancha insonlar bitirib, qancha insonlar bayram bilan tabriklab, kelgusidagi ishlarida, o'qishlarida katta muvaffaqiyatlar tilayman. Mana shu o'quvchilarimizni hammasi oliy o'quv yurtlariga kirib ketishiga tilakdoshman. Ishqilib omadlarini bersin, elimizga, yurtimizga naf tegadigan yetuk bir inson bo'lib yetishsin. Ustozlarimizga ajoyib kunda yana bir 89 nafar bitiruvchilarimiz bitiryapti ekan, ya'ni mustaqil hayotga qadam bosyapti ekan. Avvalambor yoshlarimiz sizni tabriklaymiz. Kelgusi hayotlaring muvaffaqiyatli bo'lsin. Hozir mana yuqorida rais bova aytganday, faqat ilm olinglar. Ilm bilan natijaga erishasizlar. Bugun o'quvchilar mustaqil hayotga qadam bosyapsizlar ekan, qadamlaring ultiq bo'lsin. Xudo xolasa yuqori ballarda universitetga tushaveringlar. Nima deymiz sizlar? Mana bugungi bayram bilan hammalaringizni tabriklaymiz. Omon bo'linglar, sog' bo'linglar. Judayam yaxshi. Yaxshi dam olib keldingizmi? Ha! Kayfiyatlaringiz qanday? Dars kuni shundaymi? Ha! Judayam yaxshi. Men sizni keyin qayerga jo'nataman? Ta'tilga. Judayam yaxshi. Qani ta'tilda nima ishlar qilmoqchisiz? Kim aytadi? Badiiy kitoblar o'qing. Badiiy kitoblar o'qing. Yana kim qayerga? Elbek? Qayerga borasiz? Men esa oromgohga boraman. Judayam yaxshi. Demak, yaxshi o'qigandan keyin oromgohlarda ham nima qilish kerak? Yaxshi dam olish kerak. Judayam yaxshi. Hamma bo'lsa shu zamon o'qish ishlar qilsa bizni ta'tilga qarang olamiz takror bundan boshqa nechagor maroqlidan kunlar mehmon bizga Viloyati Mirzacho'l tumanidagi 18-maktabning kimyo fani o'qituvchisi Jumayeva Dilfuza Aliqobulovna tashakkurnoma bilan taqdirlanadi. Marhamat. Direktor o'rinbosari Humaydoyeva Zefimso Hamzayevna tashakkurnoma bilan taqdirlanadi. Viloyat maktabgacha va maktab ta'lim boshqarmasi boshlig'i Siyarova Samovar opa.
xuddi shunday faxriyorlik bilan, tashakkurnoma bilan Ahmedov Jamol Abdujalilovich 18-ta'lim maktab direktori. Yorliqlari bilan 18-umumiy o'rta ta'lim maktabi boshlang'ich sinf o'qituvchisi O'razboyeva Ozoda Mamarajonovna taqdirlanadi. Avanov Ulug'bek Asqarov. Dadasi o'tiribdi, dadasi qabul qilishini so'raymiz. Uzoqov Farhod Namazboyevich. Xuddi shunday tashakkurnoma sinf o'quvchisi Qoraboyev Shohruh Sanjaro'g'li, sinf o'quvchisi Keldiyorova Gulruh Sharof qizi taqdirlanadi. Bormi? Tayyor turamiz. 9-sinf o'quvchisi Usmonov Ashraf. 10-B sinf o'quvchisi Qahhorov Ozodbek, Ulug'bek Qahhorov Ozodbek. 10-B sinf. 11-O'rinboyev Zuhriddin Safarovli. 11-B sinf o'quvchisi Kamoliddin qizi taqdirlanadi. Sinf o'quvchisi Abdug'ofurova Yangiyeva Farangiz. Maktab tadbirlarida juda ham faol. Rahmat aytamiz qizlarimizga. o'sha yerdagi ustozlar, o'qituvchilar, mana bizlar endi Qozog'iston Respublikasidan kelib o'tirmiz. Kelganimizning sababi mana shu maktabga kimda qanday o'qituvchilar bor edi. Ulug' o'qituvchilar ham bor edi bu yerda. Bari endi pensiyaga chiqib, hozir endi davr o'tyapti, vaqt ketyapti deganday. Alloh xolasa bundan da 50 yillik o'tsin, 60 yillik o'tsin. Shu kunlarni ko'rgan.
Şehrde Resul var. İçtiğine çok yerki gül var. Sen varmasın kapkara gözler, aytıldı sözler, çöreğimde açsan çöreğimde.